Qani kim topadi? Qisqasi, iPhone 13 telefonimizni yomkisini kim to'g'ri topsa, iPhone telefon podarka qilaman. 8 soat vaqt ketdi. Pro Max do'konimiz tomonidan iPhone telefonidan bitta to'g'ri topgan odamga hadya qilaman. Anaqa ko'p qilib nomer yozib chiqqanini qabul qilinmaydi qisqasi. Anchadan beri qarasam, telefonimda tez gapirganda chalkashmam ketasi. Qisqasi mashinamda bitta telefon turdi, o'shani o'zimizning obunachilik ishni tekinga podarka qilib olmoqchiman. Qo'ldan kelgancha-da endi. iPhone 13 telefonimiz, mana shu telefon esingizda qolsin, emaykasini hozir ko'rsatib o'taman. Звездочка решетка 06 решетка qilsangiz emaykasi chiqadi. 39-38 telefonli iPhone 13 modelli telefonni yomkisini kim to'g'ri topsa, o'sha odamga, birinchi to'g'ri topgan odamga iPhone telefon tekinga shunda hadya qilaman. Videoga bitta like bosib qo'yib, ana unaqa narsani saqlanib qilib qo'yishni unutmang. Pro Max do'konida keling, sizni kutaman. Va bitta iPhone podarka qilaman. Ertaga aytaman, iPhone istoriyaga qo'yaman. Nima iPhone hadya qilishimni, o'shani aytaman. Indinga to'g'ri topgan odamni aniqlaymiz.